Bugun sizlarga obunachilarni 70 tiyin evaziga qanday yegish mumkinligini ko'rsataman, do'stlar. Obunachi uchun 70 tiyin, ya'ni $1 uchun 1000 ta obunachi, $10 uchun 1000 ta obunachi. Agar dollarning hozirgi kursini 70 rubl deb olsak, mana dollar kursi. Qarang, Royal House servisi. Servisga bir oydan sal ko'proq bo'lgan. Hozirda ushbu xizmatda 51544 kishi ishlaydi va bu odamlarning barchasi biznes auditoriyasidan. Va bu yerda biz reklama beruvchi pudratchi bo'limini yaratdik. Endi men reklama beruvchiga bo'limiga kiraman va qarang, men vazifa qo'ydim. Telegram kanaliga obuna bo'lish va har bir Telegram kanaliga $10 to'ldirdim. Bittasida juda kuchli targeting qo'ydim. Shuning uchun bu yerda $813 qoldi. Ya'ni 263 ta obunachi bajarilgan. Va bu yerda 1328-yil yakunlandi. 113 obunachi qoldi. Mana $10, $131 qoldi. 1328 tasi tugadi. Men birinchi Telegram kanali bo'lgan Telegram kanaliga boraman, statistikaga kiraman va u yerda obunachilar soni ko'paymoqda. Har kuni kiraman va qarasam, uni ishga tushirdim. 541 ta obunachi keldi. Ikkinchi kuni texnik ishlar bo'ldi. 20 obunachi keldi. Kecha 321 ta obunachi qo'shildi. Va bugun u allaqachon 66 yoshda. Keling hisoblaymiz. 541 ga 20 qo'shsak 561 bo'ladi. 561 ga 321 qo'shilsa 882 bo'ladi. Va 66. Oh! 952 ta obunachi allaqachon qo'shilgan. 952 obunachi va mana biz kanalga 1328 ta obuna. Men $10, ya'ni 1000 obunachi uchun $10 qo'ydim. Va auditoriya, do'stlar, ayniqsa biznes manfaatlari bilan. Mana men vazifalarni qo'ydim. Vazifani bajarish $1, ya'ni $1 sent, do'stlar. Agar $1 70 rublga teng bo'lsa, bu 70 tiyin. Mana 70 tiyin obunachi. Tasavvur qila olasizmi, bu odam 70 tiyinga pul evaziga imzo chekadimi? Yo'q, odam nimaga obuna bo'lishiga va nima qilishiga qaraydi. Bu yerga. Va men 70 tiyinga obunachilarni shu yo'l bilan orttirdim va hozirda deyarli 1000 ta obunachim bor. Va hali ham 113 ta obuna qoldi. Mana, ikkinchi kanal. Bu yerda 263 kishi imzo chekdi. Men ikkinchi kanalni ochaman va statistikaga o'taman. Bu yerda nishonga olish mavjud. Shunday qilib, kun sayin bu birinchi kuni 128 ta obunachi kelganligini anglatadi. Texnik ish 37 edi. Kecha 40 tasi bor edi, chunki nishonga olish juda kuchli. Va bugun allaqachon 4 tasi bor. Bu yerga va bu yerda 263 ta obuna yakunlandi. Bu yerga. Shuningdek 70 tiyin, $1. Ya'ni $10 evaziga siz 1000 ta obunachiga ega bo'lasiz. Lekin bu yerda maqsadga erishish bor. Va masalan, endi ba'zi tezkor vazifalarni bajaraylik. Telegram akkauntini qanday yaratish mumkin? Telegram platformasini tanlang. Telegram guruhiga obuna bo'ling yoki Telegramda izohlarga buyurtma bering. Bu tezkor vazifalar to'g'rimi? Bu yerda hammasi turadi. Narxni o'zingiz belgilaysiz va odamlar buni biroz pul evaziga qilishadi. Keyin mana ular bu vazifalar.
Siz bu yerda reklama qilishingiz mumkin. Banner reklamalar mavjud. Odamlar banner reklamalarni joylashtiradilar. Kontekstual reklama. Bu yerdagi kontekstual reklama ham ushbu xizmatga joylashtirilishi mumkin. Men banner reklamasidan 20 rublga obunachi oldim. Ya'ni banner reklama, tasavvur qilinga, bir kishi xizmatga qaraydi, saytga bosadi, bu yerga kiradi, va maqsadli harakatni bajaradi. Xo'sh, maqsadli obunachilar to'g'rimi? Kontekstual reklama odam yozilganlarni o'qiydi va obuna bo'ladi. Men hech qanday kontekstual reklama qilmadim, lekin odamlar juda yaxshi natijalar haqida xabar berishdi. Video reklamalar mavjud. Bu yerda men video reklama namoyish qilayotgan edim va video reklamadan har bir obunachi uchun 7 rubl oldim. Demak, natijalar shu do'stlar. Bu yerga. Xo'sh, vazifalar uchun men nominal $1 aniq narxni belgiladim. Va obunachim 70 tiyinga chiqdi. Zo'r emasmi, do'stlar? Bu juda ajoyib. Uni boshqa reklama kanallari, Yandex.Direct, Google Ads, tipiz tarmoqlardagi tezer reklamalari bilan taqqoslang. Shunchaki taqqoslang va siz shunchaki farqni tushunasiz. Xizmatda nima bor? Mana ijrochi bo'limi siz vazifalarni bajarishingiz mumkin. Vazifa yuklanmoqda. Hozirda bajarilayotgan vazifalar endi chiqariladi. Bu yerda odamlar Telegram kanaliga obuna bo'lishdi. U faqat loyihalar uchun. Pul tugmasi bor. Uni yoqing. Mana $1, to'g'rimi? Bir kishi bu vazifa uchun 7 so'm beradi. Hozircha vazifalar kam, ammo xizmat bir oydan kamroq vaqt oldin ishga tushirilgan. Bu yerda asosiy narsa bu hozirda mavjud bo'lgan biznes auditoriyasi. Kimdir bu yerga video reklama joylashtiryapti. Men 18 sentga pul tikaman. Mana hozirgi paytda servisda 544 kishi bor va har kuni taxminan 1,5 ming kishi qo'shilmoqda, servisga kirishmoqda va barchasi biznes auditoriyasi. Demak, do'stlar, hozir bu yerda qanday imkoniyat bor? Agar siz reklama balansingizni $100 bilan to'ldirsangiz, sizga 50%, ya'ni $50 mana shu gift hisobga beriladi va bu balansni banner va kontekstli reklama uchun ishlatishingiz mumkin. Ya'ni $100 boshlab to'ldirishga 50% bonus beriladi. Xo'sh, $100 bilan siz banner reklama, kontekstli reklama joylashtirishingiz va shunga mos ravishda qandaydir topshiriqlar berishingiz mumkin. Pudratchi bo'limi bor va odamlar frilanserlik kabi vazifalaringizni pul evaziga bajaradilar, to'g'rimi? Bu yerda istalgan vazifani berishingiz mumkin. Reklama beruvchiga, reklamaga, vazifaga, vazifaga, sarlavhaga, havolaga. Mana xizmatlar, saytga kirish uchun bosish, kerakli joyga bosish, video hostinglar, YouTube, hammasi shu yerda. Izohlar buyurtma qilish mumkin. Ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar, Telegram, layklar, repostlar, guruhlarga qo'shilish. Faolliksiz ro'yxatdan o'tish, faollik bilan ro'yxatdan o'tish, sharhlar, izohlar. Izoh yoki sharh qoldirish, baholar, ovoz berish yoki baho qo'yish. Bu yerda siz narxni belgilashni, qanday tekshirishni tanlashingiz mumkin. Qoldi tekshirish bu yerga kiritilgan. Mana sizga qancha bajarilish kerakligi va foydalanuvchiga vazifa uchun qancha to'lashingiz. Ya'ni siz bu yerda mutlaqo istalgan vazifani berishingiz mumkin. Mana do'stlar, shunga mos ravishda bu yerda siz. Mana banner reklama. Men bu yerda banner reklama berdim. Video reklama. Men hozirgina video reklama buyurtma qildim. Har bir abonent uchun 7 rubldan video reklama chiqdi. Bu ham juda ajoyib. 7 sent. Bu yerga.
Voy, bu eng zo'r vazifa. U $10 1000 obunachiga tushdi. Shunday qilib, do'stlar, siz u yerda xizmatni bir necha dollarga sinab ko'rishingiz mumkin. Keyin kontekstual va banner reklama uchun bonus olish uchun reklama budjetingizni, masalan, $100 sarflashingiz va keyin bu yerga obunachilarni jalb qilishingiz, vazifalarni bajarishingiz mumkin. Bu yerda odamlar uchun vazifalar yarating. Odamlar ularni bajaradilar. Izohlar, yoqtirishlar, obunalar. Bu yerga. Lekin eng muhimi shundaki, tasavvur qilingi, 70 tiyinga, xo'sh, odam 70 tiyinga Telegram kanaliga obuna bo'lmaydi. Gap shundaki, bu yerda aslida bu odamlarning barchasi biznesga qiziqishlari bo'lgan biznes auditoriyasi. Chunki bu yerda loyiha biznesni yuritishga asoslangan va loyiha bir oydan kamroq vaqt oldin boshlangan. Tasavvur qiling, bir yil o'tgach bu yerda nima bo'ladi? Taxminan, men hatto bashorat ham qilmayman, lekin o'ylashimcha, bir yil ichida bu yerda millionga yaqin odam ushbu servisdan foydalanadi. Chunki hozir internetda shunday servis yo'qki. Butun biznes auditoriyasi faqat biznesga yo'naltirilgan. Bu auditoriyaga reklama bor, topshiriqlar bor. Albatta, topshiriqlar bilan boshqa saytlar ham bor. Lekin u yerda umuman biznesga aloqador narsa yo'q. Demak, gap shundaki, bu yerda hamma narsa tanishtirilgan, biznes auditoriyasi uchun mo'ljallangan. Va bu yerda xizmatda allaqachon ko'plab mamlakatlar mavjud. Shuning uchun mana bu yerda nishonga olish, masalan, reklama beruvchi uchun tezkor vazifalar, masalan, vazifa yaratish. Mana bu yerda siz nishonga olishni mamlakat, shahar, jins, qiziqishlar bo'yicha o'rnatishingiz mumkin. Mana opka uchun bir kunda qancha bajarish kerak? Bu yerga. Ya'ni bu yerda targetingni xohlagan tarzda sozlashingiz mumkin. Chunki aslida bu yerda juda ko'p mamlakatlar mavjud. Mana do'stlar. Shunday qilib xizmatga oting. 1 yoki 2 dollar depozit qiling. Minimal qoldiq $5. Sinab ko'ring, obunalarni o'rnating, odamlar uchun vazifalar yarating, like bosing, izoh qoldiring, obuna bo'ling va hokazo. Hatto veb-sayt yoki boshqa biror narsa yarating. Odamlar bu vazifani siz uchun bajaradilar. Siz uni tekshirasiz, vazifani qabul qilasiz, pulning bir qismini to'laysiz va shuning uchun men obuna uchun 1 sent qo'ydim. Bu 70 tiyin, $0.01, 70 tiyin obuna uchun va men. Qarang, 1000 obunachini $10 oldim. Bu har bir obunachi uchun 70 rubl. Bu men bajargan vazifa va bu yerga kelgan odamlar aynan maqsadli, qiziqqan auditoriya. Yana statistikaga o'tib, kunlik ko'rsatmalarimni ko'rsatib beray. Mana kunlik taqsimot. Birinchi kuni 541 ta obunachi tizimga kirdi. Ikkinchi kuni texnik xizmat ko'rsatildi. Ammo 20 kishi tizimga kirishga muvaffaq bo'ldi. Uchinchi kuni 321 ta obunachi tizimga kirdi. Va endi bugun oxirgi kuni 66 ta obunachi. Lekin bu faqat 29-may kuni ertalab soat 9:46. Obunachilar 70 tiyinga shunday tizimga kirishadi. Xizmatdan foydalaning, do'stlar. Yuklash. Avval xizmatni sinab ko'rgandan so'ng $100 boshlab yuklash. Ehtimol $5 to'g'rim. Agar hamma narsa yaxshi bo'lsa, $100 depozit qiling. Sovg'a hisobingizga 50% bonus oling va undan kontekstual va banner reklama uchun foydalaning. Xayr.